Diqqat! O'zbekistonga sovuq havo massalari kirib kelmoqda. 1-2 oktyabrdan harorat 8-10 darajagacha pasayishi kutilmoqda. Oktyabr oyining ilk kunida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy viloyati, Toshkent viloyati shimolida yomg'ir yog'adi. 2 oktyabrda esa Farg'ona vodiysi viloyatlarida, shuningdek, Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida kechasi va ertalab yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. 1-2 oktyabrda harorat 8-10 darajagacha pasayadi. Kechasi 8-13, kunduz kunlari esa havo harorati 18-23 daraja bo'ladi. Respublika shimolida harorat kechalari 4-9 daraja iliqqacha, kunduz kunlari 15-18 darajagacha pasayadi. Respublika janubida bunday iliq ob-havo 1-oktyabrgacha saqlanib turadi. O'zbekiston bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Poytaxtda esa 1-2 oktyabrda harorat kechalari 8-11 darajagacha, kunduz kuni esa 18-21 darajagacha pasayadi.